Usta aka, boya biz ichkarida eksperiment qildik-da, endi haligi odamlarga bir ishini savoli bilan qildik. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi-da oilalarda. Ayoli kasal bo'lib qoladi, ayoliga erkak kishi mana pochkasini yoki mana jigarini yarmini berishga to'g'ri kelib qoladi-da, shunaqa vaziyat bo'lib qoladi. Qaysidir organni berishga. Sizda ham shunaqa vaziyat bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Men jon deb bergan bo'lardim. Birinchi o'rinda odamning hayoti yaxshi bo'lib ketsa, o'sha odam xursand bo'lar aka. Ha, odam sababchi bo'lib. Rahmat ustaga, charchamanglar. Misol uchun, agar ayolingiz misol kasal bo'lib qolsa, unga jigaringizni yarmini berishga to'g'ri kelsa, qaysidir organingizni berishga to'g'ri kelsa, nima qilgan bo'lardingiz? Beramizda bolalarimizni onasi bo'lgandan keyin. Rahmat. Omon bo'ling. Charchamanglar. Savollar. Agar mabodo oilangizdan mana ayolingizga tanangizda misol uchun pochkani yo jigarni yarmini berishga to'g'ri kelib qolganda nima qilgan bo'lardingiz? Bilmasim, sharoitga qaraymiz-da. Misol uchun endi og'ir vaziyat. Qanday tanlov qilgan bo'lasiz? Beramiz. Rahmat, charchamang. Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Qadrli aziz bizni tomoshabinlarimiz, kuzatuvchilarimiz va bizni endigina yangi ko'rishni boshlagan insonlar albatta obuna bo'lish, ya'ni podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa qiziqarli videolar yana albatta bo'ladi. Qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar degan umiddamiz. Layklarni qo'ldan kelgancha bosinglar. Sizlar tomonidan bizga berilayotgan rag'batlantirish aynan mana shu narsa bo'ladi aziz do'stlar. Demak, xudo xolasa ozroq tanaffus bilan mana yana o'zimizni shu mol bozorlaridan, narx-navolardan sizlar uchun qo'ldan kelgancha tayyorladik videolar. Mol bozorimizda mollar biroz kam, sababi hozir sezon deb aytishmayapti. 1-2 oydan keyin, ya'ni avgust, sentyabr oylariga borib, sekin-asta yana bozorlar qizib ketadi deb katta savdogarlar shunday fikrlar bildirishmoqda. Biroz mollarimiz kamroq, o'zi ham kichikroq bozor, lekin kichikroq bo'lishiga qaramay oz-moz u yerda hali ham savdo ketmoqda. Qo'y, ya'ni misol uchun qo'chqor, soliqlar, qo'zichoqlar bilan shug'ullanadigan insonlarda esa bunday muammo yo'q. Ularda doimgidek to'la savdolar avjida aziz do'stlar. Demak, nima bo'lganda ham sizlarga maroqli tomosha tilaymiz. Reklama qismini aytamiz. Demak, bizda video, syomka xizmatlari bor. To'y va marosimlar uchun ajoyib, esda qolarli tasvirlarni sizlar uchun yaratib beramiz aziz do'stlar. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilinglar. Undan tashqari metan ustanovkalari mavjud. Bilasizlar, Sirdaryo viloyatida respublikamiz bo'ylab eng sifatli servis xizmatlari, ya'ni gaz ballonlar o'rnatish, metan propan o'rnatish xizmatlari ko'rsatiladi. Aynan shu xizmatlar ham kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Istalgan mashinalarga o'zingizga yoqadigan metan turini o'rnatib berishadi ustalarimiz. Unda ham raqamlar qoldirganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Uchalasi 59 million bo'ldi. Savdogarniki sotiladi. Ikkalasi bitta joyda 59 million bo'ldi. Uchtasi. Ha, keyin mana bunisi 24 million. Bu ham sotiladi. 24 million. Mana shu qora buqamizga bera olamizmi raqamlar? Nima, kilolarimi? Yo'q, ves taxminan qancha kelishi mumkin? Vesi shu 400 kilo sal oshiq keladi. 400 dan ziyod. 220 kilolar ko'ryapmiz. O'sha so'yiladigan mol, boqilmaydi o'zi mol ko'rgan. Bulari boqma, dala variantlari. Qolganlari demak boqma, daladan. Dala variantlari. Kichikrog'i u. Mana shu kattarog'i, bu sal o'rtangisi. Bellarni sonlari. Oldu, короче, ворос секретарь. Nima deysiz? Bularni yemlasak bo'ladi, demak. Ha, yemlasa bo'ladi. Yemlasa bo'ladi. Yemaydi, hali yemlanadigan variantda.
Assalomu alaykum. Qadrli bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimiz, demak aynan ko'rib turgan mana shu boltalaringda, demak o'sha qassob akalarimiz uchun yoki shunchaki xonadonida ana shunday ro'zg'orida mana shunday texnikadan foydalanishni istagi bo'lganlar ajoyib chiroyli boltamizdan yoki-da yana ham kimgadir sovg'a qilishni istagan insonlar bo'ladigan bo'lsa, aziz do'stlar, mana qarab turamiz. Ajoyib mana buni yaltirashlarini qaranglar aziz do'stlar. Demak, kerak bo'ladigan bo'lsa bizga aloqaga chiqaverasizlar, raqamlar qoldiramiz. Undan necha pul so'ralyapti ekan? Ha, savdo qanchaga to'xtadi? 8,5 milliongacha savdo bo'ldi. Egalarining o'zlari 9,5 million deb munojonimizga so'ralyapti. Xohlasangiz telefon raqamlari aka. 91lik 507 28 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, demak, qo'shimcha ma'lumot so'rashingiz mumkin aziz do'stlar. Uzoqchamizni ko'rdilaring, sifatlari yaxshi, yomon emas. Garantiya berishyapti egalari. Geç sot oldingizmi aka? O'zingizdan molingizni birov oshib Bo'pti, nima dedi bu? Nomer bor. 22 million deb aytishdi aziz do'stlar. Mana shu hozir bolachasini ko'rsatdim, men onasi. Ko'rgan videolaringda 22 million. Urg'ochi ekan bolasi. Ko'proq ma'lumot hozircha so'rashga harakat qilamiz yana. Bolasi urg'ochi ekan aziz do'stlar. 10 litr suti bor deb aytayapti. 10 litr suti bor deb aytayapti. Ko'rinishlari ancha yaxshi, mana aziz do'stlar. Uchinchi tug'ishi ekan aziz do'stlar, uchinchi tug'ishi. Narxlarini 25 millionga chiqdi hozircha savdosi. 26 million so'mga sotmagan ekanlar egalari. Hozircha savdo qizayapti. Savdo juda qizayapti, lekin aniq bilmaymiz hali nimada to'xtaydi savdo. Savdo qanday bo'ladi bilmaymiz. Hozircha 25 millionga chiqqan savdosi. Bunisini narxlarini ham hozir so'rab beramiz, xudo xolisa. So'rab beramiz hozir egalarini. Assalomu alaykum aka, egasi yo'qmi? Aka, egasi yo'q.
Dadilgina molimiz ekan, uni bolasi kiramiz. Egalarini. Aka, mabodo narxini nech? Narxini. Uzoqchamiz charchab uxlab qolibdi. Aziz do'stlar. Aka, mabodo narxini eshitmaganmidingiz? Aka, mabodo narxini eshitmaganmidingiz? Necha pulda savdosi to'xtadi aka? 15 millionda. Bolasi urg'ochi? Nechinchi tug'ish ekan? 7-chi tug'ishi. 7-chi tug'ish ekan aziz do'stlar. 15 millionda savdoyimiz to'xtagan. Necha litr sutlari bor aka taxminan? 7-8 litrlar. Nechta bozor buni? 8 litrlar. Buzoqchamiz lekin hali dadilgina ekan aziz do'stlar. Onasi biroz yoshi kattaga o'xshayapti, lekin buzoqchamiz yaxshi. Aka, ola buqamiz savdosi qanchaga to'xtadi? 11,5 million so'rayapti. G'unojin. Ha, g'unojin ha. Uzr aziz do'stlar, bu g'unojinimiz 11,5 million so'm. Bir yarim milyon so'mga g'unojinimiz aziz do'stlar. $14 milyon deb bunisi bu ham g'unojinmi aka? Yo'q, g'unojin ekan. G'unojin ekan aka. O'zi ham bilmaydi, erkak marg'ashi o'zini ham bilmaydi. Javoxon, g'unojin bu. Hep taraf. 14 milyon deb 14 milyon deb aytishdi aziz do'stlar. 14 milyon so'm so'ralgan ekan, adashmasam hali sotilmagan. Ko'rinishi, ranglari tiniq ekan. Hozir quyoshda biroz qiyin bo'lib qolyapti, chunki menga chappa bo'lib qolyapti quyoshda. Ranglari ancha tiniq ekan. 14 million so'm. Gavdasi sal kichkinaroq ekan, bo'yi pastroq ekan. Bu yerda ham juda ko'p buqalar, sonovlar bor, lekin egalarini ko'rmayapmiz. Iloji boricha harakat qilamiz. Egalarini topishga hozir. Assalomu alaykum. Savdo nech pulda to'xtatdi aka? 12,5 millionni demak aynan ko'rib turgan buqalaringa aziz do'stlar, biroz sifati pastroq, lekin 12,5 millionni narxlarimiz to'xtagan ekan. Assalomu alaykum. Aka, savdo nech pulda to'xtagan ekan? 13,5 million so'mda, demak aynan ko'rib turgan buqamizga 13,5 million so'mda savdolar. Taxminan ko'rib turibsizlar, akamizning bo'ylari 165-70 desak, buqamiz 1,5 metrdan sal pastroq bo'lyapti. Uzunligini mana ko'rdilaring, orqalari. Demak, 1,15. Bo'ylari 1,15 ekan. Bo'ylari 1,15 ekan. Narxlari 13,5 million deb. Necha pul bo'ldi aka? 12,8 million orqadagi. Ha, demak 12 million 800 ming so'm deb aytayaptilar. Orqadagi buqamiz. $12,800,000 deb aytayaptilar. Aynan hozir ko'rib turgan buqalar. 2,800,000. Barakasini bersin deb qolamiz. Demak, ko'rib turgan hamma qo'ylarimiz sotiladi aziz do'stlar. Hammasi sotiladi. Bular adashmasam hammasi soliqlar ekan aziz do'stlar. Hammasi soliqlar aka.
Hammasi soliqlar aziz do'stlar. 3,5 milliondan dedingizmi? Oldi 4,5 Ha. Demak, katta jussasi kattaroqlari 4,5 milliondan. Demak, mana biroz kattaroqlari 4,5 milliondan, kichikroqlarini 3,5 milliondan aziz do'stlar. Ya agar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aynan mana shunday soliqlarimizni Sirdaryo viloyati Guliston mol bozoridan aziz do'stlar kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Biroz kichikroqlari 3,5 milliondan, demak kattaroqlari 4,5 million so'mdan aziz do'stlar. Balki yana savdo qilsalaring kelishtirilishi, narxlaridan biroz o'tib berilishi mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa, hozir akamizdan telefon raqamlarini ham olamizda. Chiroyli qilib joylab qo'yamiz, ekranlarda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilishingiz mumkin aziz do'stlar. Demak, aziz do'stlar, aynan mana shu ko'rib turgan hamma soliqlarimizni, soliq qo'ylarimizni, demak, aynan mana shu bozorda 3 million 100 ming so'mdan sotib olingan ekan. Hammasi bir joyda 3 million 100 ming so'mdan sotib olingan ekan. Demak, aziz do'stlar, yaxshilab e'tibor qilamiz. Aynan mana shu hozir ko'rib turgan, demak, soliq qo'ylarimizga 3 million 100 ming so'mdan narx berilgan. Demak, mana shunga qarab turib, taxminan o'zlaringda agar sotiladigan yo olmoqchi bo'lgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, chamani olib olsa bo'ladi. Hozir 2025-yil, demak, 29-iyun kuni. Demak, aynan shu sanaga qarab vaqtni ham to'g'ri belgilanglar. Kimdir agar videomizni sentyabrda, kimdir oktyabrda ko'rayotgan bo'lsa, biroz o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin narxlarda. Shuning uchun mana shunday chamalarni olishlaring mumkin aynan ko'rib turgan hozir videolaringdan 3 million 100 ming so'mdan. Demak, biz esa sekin-asta videolarimizni davom etamiz aziz do'stlar. Haydi. Resept. Olmor bo'lsa ketishda. Aka, narxlarni bilasiz. 900 dan bo'lyapti. 900 ming so'mdan so'ralyaptimi yo savdo? So'ralyapti. Ha, 900 dan so'ralyapti. Savdoga 900 ming so'mdan so'ralyapti ekan. Bular urg'ochi uloqchalarmi yo Erkaklar. Hammasi erkak uloqchalar ekan, do'stlar. Uloqchalarimiz erkak 900 ming so'mdan so'ralyapti ekan. Ancha sho'x uloqchalarimiz ekan. Gapir, bo'l, bekarab ketasan, ortda ket. Bravo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Narxlar necha pul? Necha pul bo'lyapti? 46 bo'lyapti. 4 million 600. Qaysi biriga? Ikkalasiga ham? Ha, yana bolaga. Demak, 4 million 600 ming do'stlar Bolasi ko'rib turgan. qo'chqor. Yana bolamizga, bolasi qo'chqorcha ekan. Demak, qo'chqorchamiz biroz baqorgina. Ekan aziz do'stlar, onasi sal xabaroq ekan ko'rinishlar. Baribir qo'chqorchamizni kelajagi bor aziz do'stlar. Narxisiga necha pul narx bo'ldi aka? Bunisi 3 million qilyapti yakka, boladan ajraydi. Ha, boladan ajragan ekan, 3 million so'm narx berilyapti ekan aziz do'stlar. Narx berilyapti. Assalomu alaykum. Sotib olindimi, sotilyaptimi? Olindi. Hol, necha puldan olindi aka? 4 milliondan qo'chqorlarmi? Soliqlar. 4 million so'mdan olingan ekan aziz do'stlar. 4 million so'mdan sotib olingan ekan. Demak, soliqlar deb aytishyapti, adashmasam ichida, ha, soliqlar. Hammasi soliqlar ekan aziz do'stlar. Dumba qismlarini mana o'zlaring ko'rib turibsizlar aziz do'stlar. 4 million so'mdan deb aytishyapti.
Necha pul bo'lyapti? 4 million 300 dan 4 million 400 dan qilyapti aka. 4 million 400 dan. $4 milyon 200, 4 milyon 400 aytilgan. Soliqlarimiz aziz do'stlar. Necha pul so'rayapsiz aka? 21 so'radik, 17 qildi bozor. 2 milyon 100 ming so'm siz so'radingiz. Soliqmi? Soliq qo'zichog'imiz. Demak 2 milyon 100 ming siz so'radingiz. Bozor 1 milyon 700 ming so'm qildi. Demak 1 milyon 700 ming so'mga aziz do'stlar, mana shunday soliq qo'zichoqlarimizni olsak bo'ladi. $1 milyon 700 ming so'mga berilmagan, egalari 2 milyon 100 ming deb. Demak 2 milyon 100 dan pastiga ham oz-moz kelishtirilishi mumkin aka. Demak ozroq kelishtirilishi mumkin. Xo'p, savdoni bersin aka, charchamang, omon bo'ling. Xo'p. Sizga necha pulda savdo to'xtadi aka? 3 milyon 400 ming. 3 milyon 400 ming so'mda solig'imizga savdo Assalomu alaykum. Savdolarimiz necha pulda to'xtadi aka? 13 milyon qildi. 13 milyon. Uchasini 13 million qildi. 13 milyon 3 taga. Demak 13 milyon aziz do'stlar, 3 ta soliq qo'ylarimizga. Mana egasi cho'pan deyapti. Orqadagi ikkita qo'zini 3,5. Mana ikkita qo'zini 3,5 million qilyapti. Soliq qo'zichoqlar. Soliq qo'zichoq. 3,5 million so'mga Bitta yana bor, beriladi. Serap. Murojaat qilaversin 88lik 88lik 566 566 61 11. 61 11 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, istalgan joydagi Shuni o'zine bak qo'y, adam qo'y bo'ladi. Yo'q cho'pan. Yo'q, dadam qo'y. aka, bitta haligi kichkina savolchamiz bor. Misol uchun, agar ayolingiz misol kasal bo'lib qolsa, unga jigaringizni yarmini berishga to'g'ri kelsa, qaysidir organingizni berishga to'g'ri kelsa, nima qilgan bo'lardingiz? Beramizda bolalarimizni onasi bo'lgandan keyin, ya. Rahmat. Omon bo'ling. Charchamanglar. Aka, necha pul bo'lyapti qo'ylar? Nechi bo'yapti ko'risiz. Necha puldan bo'lyapti savdo? Bo'lyapti, gapiri. Bo'lar 4,5 dan. 4,5 milliondan siz so'rayapsiz. Savdo necha pulda to'xtadi? 3,5 dan bo'lyapti. 3,5 milliondan so'rashyapti. Demak, aynan ko'rib turgan soliqlarimizga 3,5 million so'mdan savdo bo'lyapti. Berilgani yo'q, egalari esa 4,5 million deb aytyaptilar. Demak, shamani o'zlaring taxminan olib olaverasizlar aziz do'stlar. Beraman unga. Beraman. Ajratmaydi. Assalomu alaykum. Necha pulda to'xtadi aka savdolar? 5 milyon 300 dan. Ikkalasiga bir joyda 5 million 300 ming so'm. 5 milyon bo'ladi. Ham 300 ming. Sal yolg'on gapiribdi. Qanchana qilyapmiz? Bormi yakalashib qo'shqocha. Ayta, men rozi aytamiz. Videoni o'zing olmay, qo'ying videoni. Sardor, seniki. Sardor gangster. Ikkitaga bir joydanmi? Soliqlarni kelasi ham qo'chqor. Ikkitasiga bir joyda 4 million 200 ming qilyapti.
o'zingiz necha pul so'rayapsiz? 5 ta sal o'tib beraman deb qo'ydim. Ha, demak yaqin qolibdi. 5 milliondan ozgina o'tib beraman deb egalari aytayapti ekan. Demak, ancha oralari yaqin qolibdi. Mana bu qo'zichoqlarning narxini hozir bilolmadik, egasini topsak. Aka, sizdan emasmi? Bitta mana shuni o'zi kattani o'zi. Bu 3 million hisobi, bu 21 hisobi. Ha, demak qarri ikkalasiga bir joyda 5 million 100 ming so'm sotib olindi aziz do'stlar. Olindi. Ayni Men real ham qo'shib vaqtda qo'ying. 5 million 100 ming so'mga sotib Sherik, olindi. men ham qo'shib qo'ying. Buni chiqarri 21 hisobi, 3 million hisobi ketdi. Aka, bitta haligi savolda agar mabodo oilangizda mana ayolingizga tanangizda misol uchun pochkani yo jigarni yarmini berishga to'g'ri kelib qolganda nima qilgan bo'lardingiz? Bilmasin, sharoitga qaraymiz-da. Misol uchun endi og'ir vaziyat. Qanday tanlov qilgan bo'lasiz? Beramiz. Rahmat, charchamang aka, rahmat. Bo'ladimi? Beringlar. 4 million 700 ming ikkalasiga demak Barakallah. 5 baraka. 47 bo'lsa beringlar mana. Ber 47. Bosh bo'lsa mayli, bozorlaymiz. 47 ming bo'lsa beringlar. Bor baraka. Assalomu alaykum. Nech puldan so'ralyapti aka? Soliqlarmi, qo'chqorlarmi? Soliqlari? Hafta bo'lyapti. 5,5 dan 4 million. 5,5 4 million so'rayapsiz. Savdo berdim birontasiga. Ko'rishdimi? Taxminan qancha savdo qilasiz? 3,5 3 million 600 ming so'm atroflarida demak savdo bo'lgan aziz do'stlar. Aynan ko'rib turgan soliqlaringga harakat qilamiz yana atrofidan olishga. Aziz do'stlar, demak aynan ko'rib turgan mana qo'zichoqlarimiz, optim qo'zichoqlar. Agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, ajoyib mana shunday dumba qismlari mana 3,5 million dedingiz atrofida. U qarang, siz so'rayotgan narxingiz bu 3,5 million. Shundaymi? Savdo qancha bo'lyapti? 2 million 800, 2 million 900 ming atrofida savdolar bo'lyapti ekan aziz do'stlar. Demak, kerak odamlar bemalol murojaat qilaveradi. Serob ekan qo'chqorchalarimiz, hammasi qo'chqorchalar. Telefon raqamlarini bir aytib o'ramizmi? 95lik 989 64 24. Ha, telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib aziz do'stlar bemalol so'rashingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, qo'chqorchalarimiz serob, kimga qanaqasi kerak bo'lsa, demak kelishuv asosida dastlabki xizmatlarni ham yo'lga qo'yib yuborishimiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 3 million 400 mingdan qo'chqorlarmi bular hammasi? 3 million 400 ming so'mdan aziz do'stlar. Üç milyon 400 bin so'm. Nechi puldan? 4,5 milliondan aka. Savdomi yoki 4,5 milliondan qilgan aka. 4,5 million so'mdan so'ralgan deyaptilar egalari aziz do'stlar. Demak, dumbalari baquvvat, ancha yaxshi. O'zingiz nech pul so'rayapsiz? 5 million. 5 million kami bor-a? 38 million qo'ying shu yerdan 39. 3 million 800 ga ketdimi? Ketdi. Aynan ko'rib turgan qo'chqorimiz 3 million 800 ming so'mga ayni damda sotildi aziz do'stlar. Baraka berildi. Olgan odamga barakasini bersin, yaxshi kunlarga buyursin deb qolamiz. Aziz do'stlar, 3 million 800 ming so'mga aynan hozir real vaqtda Guliston bozorida mana shunday dumba qismlari yaxshi ko'rib turibsizlar. Sotildi. Aziz do'stlar,
Yana bitta sotib olingan qo'chqorimiz, aynan hozir kursalagan joylarini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. 4 million 700 ming so'mga aynan ko'rib turgan qo'chqorlaringizni sotib olishgan do'stlar. Kelavering aka, bu ozgina orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'raylik. Aziz do'stlar, 4 million 700 ming so'mga aynan mana shunday demak qo'chqorlarni xarid qilsalaring bo'ladi. Dumba qismlarni ancha dadilgina. To'rt million 700 ming so'mga. Yana bitta 4 million 700 dan sotib olingan qo'chqorlar aziz do'stlar. 4 million 700 dan sotib olingan aziz do'stlar. To'rt million 700 dan sotib olinganlar aziz do'stlar. Necha pulga sotib oldingiz? Ikkalasini bir joyda Cheklari bilan, brat. Necha pulga sotib oldingiz aka? 3 million. 3 million 300 ming so'm deb aytyaptilar egalarim. $4 million 700 dan olingan qo'chqorlar aziz do'stlar. Og'irligidan chiqarish ham qiyin bo'ladi. Necha pulga sotib oldingiz? 35. 3 million 500 mingga qo'chqorcham? Alisherbek YouTube. Yo'q, kuzatamansiz. 3 million 500 ming aziz do'stlar. 3 million 500 ming. Aka, salomat bo'ling. Necha pul bo'ldi aka? 3 million 300 ga oldim. Ikkalasini bir joyda 3 million 300 ga. Qo'chqorchalarmi, soliqchalarmi? Chiqar. Olayotganda shunga qarab dogovor bo'lganmi-da? Qancha deydi? Qachon oldingizmi? Assalomu alaykum. Qadrli bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimiz, demak aynan ko'rib turgan mana shu boltalaringni, demak o'sha qassob akalarimiz uchun yoki shunchaki xonadonida ana shunday ro'zg'orida mana shunday texnikadan foydalanishni istagi bo'lganlar ajoyib chiroyli boltamizdan yokida yana ham kimgadir sovg'a qilishni istagan insonlar bo'ladigan bo'lsa aziz do'stlar, mana qarab turamiz. Ajoyib mana buni yaltirashlarini qaranglar aziz do'stlar. Demak, kerak bo'ladigan bo'lsa bizga aloqaga chiqaverasizlar, raqamlar qoldiramiz. Undan tashqari narxlarni bilmoqchi bo'lsalaring kommentariyaga kirasizlar. Mana ajoyib mana shunday pichoqlarimizni ko'ryapsizlar aziz do'stlar. Demak, oshxonada erkaklarimiz yonida olib yurishiga yoki boshqa uy ishlarida kerak bo'ladigan mana shunday ajoyib mana texnikalarimiz, pichoqlarimiz aziz do'stlar. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlariga qiziqsalaring kommentariyaga ham kiraverasizlar aziz do'stlar yoki bizga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Kelishishlar. Mana ajoyib. Akamizning raqamlarini qoldiramiz, usta akamizni. Istalgan turdagisini yasab beradi. Yana ham boyagidek qo'ng'iroq qilib tushuntirishsa, aka, xohlaganini. Sizlar sog'lig'ingizga nima xizmat bo'lsa, aytaverasiz, xudo xohlasa chiroyli qilib beraveramiz. Usta aka, boya biz ichkarida eksperiment qildik-da, endi haligi odamlarga bir kichkina savol bilan qildik. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi-da oilalarda. Ayoli kasal bo'lib qoladi, ayoliga erkak kishi mana pochkasini yoki mana jigarini yarmini berishga to'g'ri kelib qoladi-da, shunaqa vaziyat bo'lib qoladi. Qaysidir organda berishga. Sizda ham shunaqa vaziyat bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Men jon deb bergan bo'lardim. Birinchi o'rinda odamni hayoti yaxshi bo'lib ketsa, o'sha odam xursand bo'lar aka. Ha, odam sababchi bo'lib. Rahmat ustaga, charchamanglar. Demak, kerak bo'ladigan odamlar mana shunday instrumentlar, ajoyib instrumentlarimiz, pichoqlarimiz, mana shunday boltalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar aka. Rahmat akajon. Sog' bo'ling.